2026-yilda xom g'isht urish, seysmopoyez quyish va xom g'ishtdan uy qurish sizga nech pulga tushadi? Bugun shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz qurilish haqida bo'ladi. Aniqrog'i, hozirgi kunda 2026-yilda xom g'ishtdan uy qurish qancha bo'lyapti va sizga qanchaga tushadi? Shular haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab poddesh turaverasizlar. Videomiz foydali, manfaatli bo'ladigan bo'lsa, bir dona like bosib, Usta tog'alar kanaliga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, shunaqa qurilish haqida foydali videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Joninglar sog' bo'lsin. Biz boshladik bo'lsa. Xo'p, biz xudo xolasa yana Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida bir fayzli xonadonimizni karobka holatiga yaqinroq qilib bitirdik. Hozir beton quyildi, xom g'isht urildi va seysmopoyez quyildi. Endi seysmopoyezni jicha qurib, g'ishtlarimiz loyda urilganligi uchun jicha qurib joylashib olgandan keyin tom qismini boshlaymiz. Ungacha shu holatgacha qanchaga ketdi, qancha rasxod qilindi, shular haqida ham gapirib o'tib ketaylik. Xo'p, bu xonadonimiz 12 ga, uzun eni 12, uzunligi 10 metr bo'lib tushgan. Birinchi sizlarga obzor qilib beray. Mana shu yerdan kirish qismimiz. Xo'p, shu joyimizda ikkita turba quyilib, tomni qismi shu oldiga figura bo'lib chiqadi. Mana shu yerga lesnitsa bo'lsa, lesnitsamiz yomg'ir, qor yog'sa ham oyog'ingiz ho'l bo'lmaydi. Shuning uchun shapka chiqadi ikkita turba bilan. Mana shu kirish qismi. Kirganimizda shu holatda 4.30 ga 6 metr ho'l. Kimdir zal deydi, kimdir ho'l deydi. Shunaqa joylashgan. Bu joyimizdan mehmonxona. Bu joyimiz mehmonxonani ham ko'rsatib qo'yaylik ichini. Xo'p, bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz uzuni 6 metr, eniga 3,5. Shu davlat standarti deydi-yu. To'singa moslangan, 4 metrli to'singa moslangan joyimiz. Endi bu joylarimizni razmerlarini aytib ketganimizga sabab chertojini bera olmaymiz. Mana shu aytilgan razmerlar kimgadir to'g'ri kelib qolsa, uy joyiga tushadigan bo'lsa, mana shu aytilgan razmerlardan o'zi usta bilan gaplashib, shu holatda uy qilib olsa, bitirib olsa bo'laveradi degan maqsadda aytyapmiz. Shunaqa. Bu joyimiz spalni yoki detskiy xona bo'ldi, aniq emas. Yana bitta xonamiz. Uzunligi 4 metr, eniga 3,5 metr. Bu ham shu to'singa moslangan. Xo'p, yana bitta xonamiz bor. Bu detskiy, bu spalni bo'lishi mumkin. Hali aniq uyda egasi endi o'zi xohlagan xona qilib olaveradi. Bunimiz 3 ga 3,5 xonamiz. Bunisi uzunligiga 4 metr, eniga 3,5 metr. Buni ham xuddi shu yog'ochda yopiladi. 4 metrdan 4,5 ga 3,5. Xo'p. Bu joyimizda endi akamiz birinchi mana shu joyga hammom, hojatxona qilib bitirgan ekan. Shu hammom, hojatxonaga qarab moslab turib uy solib berganmiz. Hammom, hojatxonasi bitgan edi. Odamlar hali uyning ichiga hammom, hojatxona qilib uy solsa, biz hammom, hojatxonaga uy solib berdik. Aniqrog'i, birinchi hammom, hojatxonasi bitgandi. Xo'p, shunaqa joyimiz. Endi xom g'ishtlar qanchadan urilyapti, seysmopoyezlar qanchadan urilyapti, shularni ham aytib o'tib ketdik. Bir dona xom g'isht urishimiz joyiga, sharoitiga qarab 550 so'mdan 650 so'mgacha. Masalan, ba'zi bir joylarga boradi, ichkariga g'isht kelmaydi, tashqaridan toshib kelinadi. U 100 so'm, 70 so'm qo'shilib qoladi bizning xizmat haqqimizga. Xo'p, pishgan g'ishtimiz 2 qatorligi uchun shu xom g'ishtning narxida urib qo'ydik. Endi agar ko'proq urilsa, pishgan g'isht qimmatroq uriladi. Buni barcha ustalar biladi. Keyin yana bitta uyda egasi, masalan, qurdirmoqchi insonlar uchun foydali gap aytib, manfaatli gap aytib o'tib ketdim. Xom g'ishtni uyda egasi bunga ham ancha bo'ldi. Birinchi yangi g'ishtlar chiqqani yo'q mahalda gaplashganda 680 so'mdan shu joyga kelib tushishi bilan gaplashgan ekan. Biz aytdik, u sifatliroq, chiroyli g'isht ekan. Biz aytdikki,
Sizga endi bu sifati ja muhim emas. Sizga mustahkam sho'r yo'q bo'lsa bo'ldi deb boshqa joydan sal sifatsizroq, lekin 50 so'm arzon g'isht topib berdik. Endi gaplashibdi, endi biz qilganimiz yo'q o'sha, biz sababchi bo'lib qoldik xolos. Shuni to'g'ri maslahat berdik. Sizga 60 so'm bir dona g'ishtdan 50 so'm 60 so'm yutyapti uyda egasi. Sizga bu ko'rinishda sifati muhim emas-da. Hammaga qurilishda. Bizga mustahkamligi, sho'ri yo'q bo'lsa bo'ldi. Devorimizni sifati, ko'rinish sifati sifatsizroq chiqadi. Chunki xom g'ishtlarimiz haligi notekis joyga quyilganligi uchun sal qiyshiq bo'lib qolgan. Lekin bizga tikkaligi muhim. Atves tashlaganingizda bir xil chiqsa, bu qum suvoqni ichida qolib ketadigan narsa. Shuning uchun sifatsiz bo'lib arzonroq kelgani ma'qul sizga. Masalan, mana shu joyimizga 40 mingta xom g'isht ishlatdik. 40 mingta xom g'ishtdan 50 so'mdan yutganda ham qancha pul ekonom bo'ladi. Shu masala aytib o'tib ketyapmiz. Keyin yana bir masala, ko'p joylarda 90 li eshik qo'yadi-da. Mana shu baland eshik bilan razmerini bir xil qilib qo'yishadi. Endi bu meni shaxsiy fikrim. 90 li eshiklarimiz asosan ichkari bo'lgandan keyin 90 li eshikni bo'yi 220 bo'ladi. Masalan 220 dan ag'i kerak emas. Bir qanotli eshiklar bo'yi standart 220 bo'ladi. 220 da to'xtatib yog'och pirmichga tashab qo'ysangiz bo'laveradi. Agar yog'och pirmichga o'zingizda bo'lsa. Agar yog'och pirmichga o'zingizda yo'q bo'lsa, beton quydiring. Ko'p joylarda yog'och tashamayman, yorilib ketyapti. O'shaning uchun beton quydiraman deyapti, lekin o'sha pirmichkaga yog'ochi bo'lib turib ham beton quydirishyapti. U sizga rasxod. Chunki hozirgi kunda biz pirmichka tashagan barcha uylarga aytamiz, shu holatda atko'z oldirmang. Qum suvoq qildirayotganda gipsokardon qatirtiring. Qum suvoq bilan teng qilib gipsokardon qatirib qo'ysangiz, o'shaning ustidan shpakilovka tortilaveradi, yorilmaydi. Shunda ham ancha pul ekonom qilasiz. Chunki 4 ta armatura olasiz, bir qop semun, 100 mingdan sesmopoz qo'shilib qoladi. U ham sizlar uchun foydali. Lekin ko'rinish eshik romlarimizni pirmichka qilib berganmiz. Chunki balandroq, bo'yini ham balandroq qilib berganmiz. Bu yorug'roq ham bo'lish maqsadida. Derazalarimizni ham o'sha pirmichka qilganmiz. Xo'p. Xom g'isht urilish narxlarini aytdik. Endi sesmopoyezga keladigan bo'lsak, tashqaridan ko'rsataylik. Sesmopoyezlarimiz 80 mingdan 130 minggacha 1 metr narxi. U qanaqa narx-navolar nimadan kelib chiqiladi? Kimdirlar 2 qavatli uy soladi yoki 1 qavatli pilta tashlayman deydi. O'shani 40 ga 40 qilib quydiradi sesmopoyez kolonnalarda. Bizniki mana 25 ga 25 qilib quyganmiz. Shuni endi arzonroq bo'ladi. 2 ta 3 ta armatura tashab quyib beramiz. Karkas so'qish ichida. 80 mingdan 130 minggacha quyiladi. Biz hozir mashinani 80 mingdan sal arzonroq quyib berganmiz, chunki bu ishimiz bahorda gaplashib dogovor qilib qo'yilgan. Hozirgi kunda endi narxlar oshdi. Biz narx oshmasdan oldin gaplashganligimiz uchun sal arzonroq quyib berganmiz. Hozirgi kunda 1 metr sesmopoyez xuddi shunaqa 3 ta armatura tashab to'qib qo'yishimiz mana 25 joylari ustoyka kolonna deb qo'yamiz. Shuni 1 metri 80 ming so'mdan. Agar kimdirlar 30 ga ikki tomoni ham ochiq 30 ga 40 bo'ladigan bo'lsa 85 ming 90 ming bo'lib narx-navolar ko'tarilaveradi. Pirmichkamiz ham shu 25 ga 38 1,5 g'ishtga moslangan. Shulardan ham 1 metr 80 mingdan quyiladi. 2 sloy o'tgan. Birinchi pirmichka o'tgan, keyingisi sesmopoyez o'tgan. Xo'p, yana nimalarimiz qolib ketdi? Beton narxlarini ham shu aytganmiz, oldingi videolarda ham aytganmiz. Padushkasi 70 ming, tepasi 75 ming. 1 metr 145 mingga to'xtaydi. Hozir shu holatda apalavka, mishalka, ketmon kurak, aravacha bor. Shunaqa. Hozirgi endi xom g'ishtdan uy solish deganda 12 ga 10 joyimizga ketgan sarf xarajatni aytib qo'yaylik. Betonga muncha, xom g'ishtga muncha ketdi demaylik. Mana shu turgan joyiga 40 mingta xom g'isht ishlatdik. Lekin ikkita qo'li bor, 10 metr o'q devori bor. Bu yerdan darvozaxona ketadi. Bu joyimiz ham 10 metr bu yerda ham o'q devorimiz bor. Uni ham g'ishtini urib, sesmopoyezini quyib berdik.
shular shu binoni ichiga kirib ketadi. Biz aytayotgan narx-navolar ichiga kirib ketadi. Hozirgi holatda oziq-ovqati, sar usta materiali, bizning xizmatlarimiz hammasi bo'lib shu holatgacha 102 million pul ketdi. Shu holatgacha 102 million pul ketdi. Endi hali ba'zi birlar pul to'plab turib, xomg'ishdan solsam qancha bo'ladi ekan deb o'ylanib turganlar uchun aytib qo'yapmiz. Mana 6 xona uy xomg'ishdan qurilsa, shu holatigacha 102 million ketdi. Endi mana shu korobka holatigacha bizni korobka holati deganda bu tomlar ham ochiladi. Ko'rsatib qo'yingda tepalarni. Bu tomlarimiz ham ochilib, shu holatda maytdan 12 metrlik nima deydi? Darvozaxona deymizmi, naves deymizmi? Xuddi shunaqa bo'lib, billa aylanasiga tom yopiladi. Uni ham sarf xarajatini aytib o'tib ketdik. Materiali 40 million hisoblab berdik mana shu holatga. To'sin, strapila, masalan, reka, mix, shifri bo'lib 40 million material ketadi. 30 milliondan ortiqroq usta puli bo'ladi. Endi kim anaqa qilsa, kim yopsa ham, biz yopsak ham, boshqalar yopsa ham o'sha 35 millionga boradi. 40 millionga 30 millionni qo'shganimizda ham 75 million qo'shilyapti. Mana shu uyda korobka holatigacha 170 million pul ketadi. Korobka holat deganda shunday bo'ladi. Shu holatda tom yopiladi, bo'ldi. Qolgan sarf xarajati u qancha sarf xarajat kesilsa ketilaveradi, ichkari отдельный bo'ladi. Shuning uchun korobka holatida 6 xona uyga xomg'ishdan uy solsangiz 170 millionga shu holatga keladi. Shunaqa foydali gaplarni aytib o'tib ketdik. Qolgan gaplarimiz bo'lsa, sesmopo'zlarda aytdik, hamma yoqda aytdik. Videomiz foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlarga ozgina nima deydi? Manfaat keltirgan bo'lsa, bir dona like bosib, Usta tog'alar kanaliga obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Joninglar sog' bo'lsin.